Assalomu alaykum hammaga. Menga ko'pchilik yozishyapti, murojaat qilishyapti. Kanalingizdagi shorts videolarni qilishni o'rgating deb. Bugungi videoyimda buni o'rgatmoqchiman. Bu programma orqali faqat shorts video tayyorlash mumkin. Katta video tayyorlab bo'lmaydi. Ko'proq asosan qisqa videolardan iborat bo'ladi. Endi katta video tayyorlamoqchi bo'lsangiz, o'zingizning ijodkorligingizga bog'liq. Bir nechta videolarni birlashtirib katta video ham qilsangiz bo'ladi. Bu o'zingiz ijodkorligingizga bog'liq. Lekin programma asosan shorts video tayyorlab beradi. Endi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim bu qaysi programma? Bu programma mana bu programma. Ko'rib turganlaringiz hozir mana bu. Mana shu programma. Ochganingizda xuddi shunaqa bo'ladi. Ko'rinishi mana shu. Buni Telegram kanalimga silkasini joylab qo'yaman. O'sha joydan ko'chirib olishlaring mumkin. Telegram kanalim nomi ham Online Business 24 bo'ladi. Bu описаниеda kanalimning silkasi joylashgan. Endi silkani ochamiz. Bu tekin programma bo'lganligi uchun asosan bizga Wi-Fi da ishlaydi. Keyin esa reklama ham ko'p chiqadi. Endi siz mana bu qahramonlardan xohlagan bittasini tanlab olasiz va ikkinchisini yana tanlaysiz. Men ko'proq hozir bu yerda qahramonlar ko'p, juda ham ko'p video qilsangiz bo'ladi, tanladim. Va unga mana bu qahramonlardan birontasini qo'yib video qilaman. Hozir ko'rsatib beraman. Masalan, men qaysi qahramonni ishlatmaganman, o'shanga qarab tanlayman. Masalan, men mana bu qahramonni ishlatmadim. Tanladim, xuddi shunaqa bo'ladi va evolyutsiya tugmasini bosaman. Hold together to drop double flavored ice cream. Download tugmasini bosasiz. Va yana bir marta download tugmasini bosamiz. Mana endi yuklanyapti video. Internet tezligi ham bog'liq. Endi mana bu ulash tugmasini bosib, qayerga ko'chirishim kerakligini tanlab olaman. Buni YouTube'ga to'g'ridan-to'g'ri yuklasangiz, xuddi reklamaga o'xshab chiqib qoladi. O'shaning uchun oldin Telegramga yuklab olishimiz kerak. Xuddi mana shunday qilib Telegramga yuklab olasiz. Va 3 ta nuqtani bosib galereyaga o'tkazib olasiz. Endi bu videoni qanday qilib yuklashimiz mumkin? Bu videoni yuklash uchun biz kerak bo'ladigan trenddagi musiqalarni topib olishimiz kerak. Va o'sha musiqaga o'ziga mos musiqani topishimiz kerak. Buni musiqasini o'zgartirishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zgartirishingiz mumkin. Hozir bu video ovozsiz video bo'ldi. Men sizlarga buni ko'rsatib berishim mumkin. Bu ovozsiz video bo'ldi. Mana ko'rsatib berishim mumkin. Ko'rib turganlaringdek ovozsiz video paydo bo'ladi. Endi
qanday qilib YouTube'ga yuklaymiz bu videoni? YouTube'ga yuklash uchun siz o'zingiz xohlasangiz mana bu joydan qidiruvga bironta nom berasiz. Masalan, berman deb izlaysiz qahramoningiz nomiga mos va bu yoqdagi trenddagi ko'proq musiqalar ishlatilgan va mos bo'lgan musiqani topishingiz kerak. Men ustiga bosdim, qaranglar. Agar ichiga kirasiz va bu tovushni ishlatish tugmasini bosasiz. Va tayyor deb bosasiz. Va nomlaysiz. Mana bu joydan o'zingiz oldin yozgan bo'lsangiz, trendga mana bu yozuvlar kelib chiqishi mumkin. Shularni tanlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Va qisqa videoni yuklashni bosasiz. Video yuklanadi, video yuklanmoqda deb yozyapti. Xuddi shunday qilib, trenddagi musiqalardan ko'proq foydalansangiz, mana shu ko'p ko'rilgan videolar ichiga qo'shilib qolib, videongiz ham ko'p prosmotr oladi. Bu ham YouTube sirlaridan biri hisoblanadi. Videolarni trendga chiqarish siri. Endi mana bu shorts ko'rib turganlaringdek turibdi. Buni oldin ham yuklagan ekanman, ko'rilgan ekan. Men bunaqa videolarni uchun qo'yaman. Kanalim monetizatsiya bo'lingan, lekin videolar O'zbekiston uchun bilasizlar, prosmotrga pul to'lanmaydi. Bunaqa videolarni asosan chet el ko'riladi, o'shaning uchun bunaqa videolarni ham yuklab boraman. Kanal monetizatsiyaga ulangan bo'lsa, xuddi shunaqangi dollar belgisi chiqadi. E'tiborlaring uchun rahmat. Sizlarni yana qanday mavzular qiziqtirsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar.